Assalomu alaykum hurmatli Instagram ahli. Men bir video murojaatdan chiqayotgandim. Buning sababiki meni bolaligim o'tgan qishlog'imdan bir opaxonimning 5 yoshli Zafarbek ismli nevaralari jigar sirrozi bilan xastalangan. Hozir u 6 oy mobaynida mana shu xastalik bilan kurashib kelmoqda va hindistonlik mutaxassislarning tashxis qo'yishlaricha uning dadasining jigaridan bir bo'lagini olib, jarayonni tezlashtirib, bu yigitchaga tezroq ko'chirib o'tish amaliyotini bajarish kerak va bu amaliyot uchun u Hindistonga borib kelish uchun bu oilaga $25,000 miqdorida pul kerak bo'lar ekan. Aziz xalqimizdan, yaxshi insonlarimizdan, saxovatpesha insonlarimizdan, qo'li ochiq insonlarimizdan iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu oila nomidan mana shu Zafarbekning hayotini saqlab qolish uchun qo'lingizdan kelgan ehson pullarni ayamasligingizni va yordam berishligingizni, Xudo xohlasa bu yigitcha sog'ayib ketib xalqimizga, yurtimizga foydasi tegadigan yaxshi inson bo'lib yetishishni niyat qilamiz.